Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammanglar salomat yaxshi turibsizlar. Bugun 2020 birinchi oyning 30 soat 3 atrofida. Biroz yomg'irliq. Hozir biroz yomg'ir pasayibdi. Birdan mayalarni aylang'ach paranglashib biroz tafakkur qilib nima qilaylik deb videoni aytishim. Hozir hammamiz bir necha kundan buyon ko'rayotganimizdek hozir hamma yerda butun dunyo bo'yicha shu Xitoyninki Wuhan shahridan tarqalgan bu virusninki kasallikninki gapi bo'layotdi. Ve hazır hem yerde ve bizden vatandan başlap hazır maske takaş ciddi bir ahval bulup bütün dünyadan hazır şu Xitaylağı maske evetiş tüpeyildin hazır maskelarınki yetişmeye vatkallığı haber kılınmadı. Türkiye'den hazır nurgulluğun aşundak maskelarınki tügep ketkenliki hatta bahalarınınki ösüp ketkenligi, qimmat bo'lib ketkenligi degandek bularni xabarlardan ko'ryapmiz. Hatta Xitoylardami maskeninki, ya'ni ba'zi do'konlarda, shundoq dori do'konlari degandek yerlarda maskeninki intayin qimmat bahoda sotilganligi va jarimani qo'yildi degandek shunday xabarlarni ko'ryapmiz. Endi bu kasallikki boshlanish paydo bo'lish qismiga kelsak, hozir hamda bir necha xil qarashlar bo'layotdi. Buningki yana hammasini to'g'ri yoki hammasini xato degili bo'lmaydi, chunki biz hozir amaliy ahvolni bilmaymiz. Hamda eng dastlabda bu kasallikki, bu virusninki chiqqan ahvolida bunu şu şaparang yeganlikdan yoki şu Wuhandagi bir maynat shunda qassobxona yoki qushxona degandek shundoq yerlardan tarqalganligi xabar qilindi. Ammo keyin bu ishlarninki biroz taraqqiyoti o'zgarishdan boshlab misol ba'zi yerlarga bu aeroplanlarninki uchishininki cheklanishi. Ama mesela bizniki vatanga, Urumchiga ve bir necha yerlarga bu aeroplanlarninki to'xtamasdan menishi degandek yana nurg'ulg'an alomatlardan keyin bizniki qarindoshlarimiz ve dünya jamoatimi acaba bu virusni Xitoy Kompartiyasi maqsadlik holda o'ttirg'i chiqadimi degandek bu xil ko'z qarashmi hozir bo'layotdi. Deganimizda hozir biz bu ahvolninki ichki qismini yaxshi bilmaganligimiz uchun biz hozir qaysini to'g'ri yoki qaysini xato deyolmaymiz. Bu keyincha vaqtning o'tishi bilan asta-asta bu ishlar texmi tafsillashilishi mumkin. Ammo buni hozir kim qilmasin? Ya'ni bu ish shundoq bir ma'lum bir sabablar bilan o'ttirg'i chiqqan bo'lsin. Yoki Xitoylar buni maqsadli qildi. O'ttirg'i chiqargan bo'lsin. Hammasi hozir dunyo bo'yicha bir bulayotgan ish maska taqash. Hozir hamma odam maska taqashninki qo'ydi. Va maska bormi deb vaqiraydigan, to'g'laydigan yerga yetdi. Demak, bu yerda maska taqasak maske takalsı insanga bir narsadan onu asraydiganligi, onu mudafiya qiladiganligi, kasallikning oldini oladiganligi isbotlangan bo'ldi. Ya'ni uzun mezgildan buyon bu maske degan bu hukmni unutib ketganlarmi? Mushu ish bilan bir maskening o'ttirg'i chiqishi bilan nurg'ulg'an balalardan boshlab maskeni bilib olgan bo'ldi.
Endi bu maska deganimiz mushundaq bizni boshqa narsalardan asraydi ekan, bizni mudofaa qiladi ekan. Amaliyotda mushu hozir biz turayotgan mushu tabiat hamma yerlarda biz mushunda bir hozirgidek Wuhandan taqalgan bu kasallik bo'lmagan sharoitdami amaliyotda biz nurg'unlagan mikroblarning ichida yashayapmiz. Buni hammamiz bilamiz. Bu faqatlam ashunda kasallik virusi degan gap emas. Ideyadagi viruslar bo'lsin, kishilik munosabatdagi viruslar bo'lsin. Yani maddi cisimden tatip maneviyatlargacha dünyada biz viruslarning ichida yashayapmiz. Demek bu viruslardan qo'rqinish uchun bir maska lazım ekan. Maska, yani Uyg'urcha süzgüç. Bu mikroblardan biz saq salomat o'tib ketishimiz uchun, o'zimizni sog'lom tutishimiz uchun bizga bir süzgüç lazım ekan. Eğer bu süzgüçümüz to'g'ri bo'lgan sharoitda, ya'ni shu maskamiz to'g'ri bo'lgan sharoitda biz har xil kasalliklardan qo'rqina oladi ekanmiz. Agar süzgüçümüz bo'lmagandicha atrofimizdagi har xil mikroblar, bakteriyalar, kasalliklar bizga hujum qiladi ekan, bizlarni tugashtirib o'tadi ekan. Keşke hamma odam shu maskasini mushundaq kasallik bir baloyi afat kelishdan burun taqagan bo'lsa, balki dunyoda bunchalar ishlar bo'lmasligi mumkindir. Shaxsiy jihatdan bo'lsin yoki mushunda xalqaroliq vaziyat, mushunda dilg'ush, dishvorchilik, qo'rqinchlik paydo qiladigan ishlar tufaylidan bo'lsin. Ya'ni bu jihatlardan bo'lsin. Yani bu gaplarni nima demoqchi deganimizda hayotımızda nurg'unlagan kishilar o'ziga qarata har xilgan maskalarni tayyorlab olgan. Yani maska taqamagan insonlarmi bor, yani hech qanday bir narsani suzmaydigan. Yani mavi to'g'ri yoki mavi xato degandek hech narsani buni farq etmaydiganlar, u ayrim bir. Ondan keyin ma'lum narsani men farq qilaman deb o'ziga har xilgan ko'z qarash bo'lsin, yoki farqliq bir millatninki yoki o'zining shaxsiy bir ko'z qarashlari yoki odati bo'lsin, yoki boshqa din degandek boshqalar bo'lsin, hamma odam o'zlariga ma'lum bir maskalarni tayyorlag'li. Ammo xuddi hozirgi shu Wuhandan taqalgan bu mikrobninki, bu koronavirusininga o'xshash meniki xabarlardan ko'rishimcha bu virusmu ma'lum maskalarninki turlari bor. O bu degandek masalan M95, o bu degandek markalarini ko'ryapmiz. Buning ichidagi ashuni to'salaydigan maska bo'lish kerak ekan bu. Ya'ni ayadagi bakteriyaninki, ayadagi mikrobninki kichiklik darajasini to'sib qola oladigan shuniki talalari bo'lish kerak ekan, to'lari bo'lish kerak ekan. Agar u maskaninki shu yerdagi to'siydigan buningki süzgüçleri uningdan cho'ng bo'lib qolgan sharoitda u yana uni taqganning foydasi yo'q deb shundaroq ko'rdim. Yana bu kiraveradi deydi yana mikrobni. Demakchi faqatlam süzgüç yoki bir maskani taqib olgan bilanla yana ish bo'lmadi degan gap. Yana bayatınki gapga yenib kelsam, hayotimizda nurg'unlagan kishilar har xilgan maskalarni sinab boqdi. Har xilgan maskalarni taqab boqdi. Shu bo'yicha o'zini mudofaa qilib boqqan bo'ldi. Shu bo'yicha jamiyatga muomala qilib boqqan bo'ldi degandek. Ammo inson biz yani bu kadar yani ba'zi ishlarninki yetishimiz yani bilib turib, yani yenimizda tursa, ba'zi ishlarning biz qadr qimmatiga yetmaganimizdek bizga allaburun biz mushu yaratilgan vaqtimizda, yani insonlar dunyoga yaratilgan vaqtida bu mikrob bilan qo'rishalgan dunyodan
qandaq qilib qo'g'dinish, qandaq qilib mush dunyodan saq salomat bir shaklda o'tib o'lish, ya'ni kasal bo'lmay, bir baloyi qazo hozirgidek vabo u bu bir pishkalchilik bo'lmasdan mush dunyodagi hayotimizni mushundaq süzgüç bilan, ya'ni yomonlarini ayirib o'tib, yaxshilari bilan o'tkazib olish uchun bizga berilgan maska. Shu maskani taqashni unutib qoldik yoki sal qarab qoldik demoqchi. Agar mushu kasalga desak, yana Wuhan kasaliga qaytib kelsak. Mayli bu kasal ashu qushxonadan, qassobxonadagi maynachilikdan tarqalgan bo'lsin, yoki buni Komünist partiyasi maqsadlik tarqatgan bo'lsin. Agar shu bizni yaratgan Rabbimiz, ulug' Parvardigorimiz Allohning bizga rahmat qilib avatgan shu payg'ambarimizga, Qur'onga agashgan bo'lsak, yoki agashgan bo'lsa shular, yoki shuning axloqiga, shuning deyilganlarga amal qilingan bo'lsa, u narsani yeguchimi, shu shaparang yoki boshqa har xilgan hayvonlarni, yovvoyi hayvon bo'lsin, nima bo'lsa, shuni yeguchilar shuni yemas edi. Yoki shu Komünist partiya degan shu zolimlimi, shunchalik bir o'zida axloqi bo'lgan bo'lsa, shundoq bir maskasi bo'lgan bo'lsa, shundoq ishlarni, shundoq maynachiliklarni insonlarga bundaq virus taqitadigan, kasal taqitadigan, bunda badbashira ishlarni qilib yurmas edi. Demak, bu yerda bizga bir süzgüchniki lozimligi intayin muhim shukan qarindoshlar. Ya'ni bugun hozir aylang'ach boyatinsiligi degandek, shundoq bir tafakkur qilib chiqaylik deb mask to'g'riliq gaplar hozir shu yerlardan shu yerlargacha ketdi. Millatimiz bizga xuddi bir zavod ma'lum bir uskunani yasasa, shuningki qo'llanilish kitobi, ya'ni tushuntirish kitobi bo'lgandek, biz bu dunyoga yaratildik va bizning bir tushuntirish kitobimiz. Ya'ni sen shuni qil, shuni qilma, shuni qilsang bo'ladi, shuni qilmasang bo'lmaydi degandek. Bizning tushuntirish kitobimiz nimada? Bizning tushuntirish kitobimiz Qur'on. Ve bizga shularni o'rgatgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki ko'rsatmalari, ish izlari, sunnatlari. Ama biz ne zaman mushu maskidan, mushu yo'l yo'riqlardan biz yüz o'ridik yoki sal qaradik, yoki insonlar mushuningga sal qaradi, mushuningga qarshi chiqdi, mushundaq oyig'i chiqmas boshqa bir dardlar bilan, boshqa bir mushundaq ishlar bilan avora bo'lib, masalalarni hal qilolmay, mushun bilan avora bo'lib yurishmoqda. Shuning bilan dunyo har xilgan ishlarni bilib olgan bo'ldi. Boshda Xitoylar bizningki vatanimizda shundoq qarindoshlarimizni bir yerga chiqqili qo'ymay sulib olgandi. Bu to'rlarda jiq tarqilib yuruydi ana bu to'g'riliq xabarlar. Oxiri mana Xitoylar Wuhanni shundoq qapsab hech kimni chiqqili qo'ymaydigan. Shundoq bir holatga, harbiy holat yurgizdi shu yerga askarlarini, saqchilarini qo'yib. Bundan burun bizning vatanda qilgan bu ishlarni. Bir ko'chadan bir ko'chaga chiqqili qo'ymay qarindoshlarimizni, darvozalarni shundoq taqab, kameralarni taqab degandek. Oxirida bu o'ziga yondi. Bizningki xalq so'zlarimizdami, maqol tamsillariimizdami, shundoq bizga ota-onalarimiz, bovlarimiz burunni tatib o'rgatgan shu gaplarga qarasaqmi, birasiga yomonlik qilma,
bu sana bir yerden yenip qoladi. Agar bu sana yetmagan sharoitimiz seninki bola chaqalaringga, ahli avlodlaringga yetib qoladi degandek, bu narsalar biz jiq anglaydigan gaplar. Shundami qarindoshlar? Yani her kim haddini assa demek bu mushundoq ba'zi ishlar javobsiz qolmaydiganligi. Buningdan bo'lmasa buningdan bo'ladiganligi. Aşağıda bizningki yüzünü yapgan analarimizni, achilarimizni, singillarimizni mecbur shuni sen qilsang bo'lmaydi, bu deganlik, bu degandek gaplarni qilib aşağıda nurg'unlagan ba'zi chakana nachar ishlarni Xitoylar shu yerda qildi. Endi-chu o'zlarininki Xitoylariga shu maska, shu yuzni yo'gaydigan narsa endi yetmayotdi. Şunu qilishni shular talashyotdi demakchi. Ya'ni sen bir kunlarda shundoq o'zini maskalagan insonlarni sen xorlagan, endi bir shaklda seni shundoq maskalaydigan holga akab qo'ydi demakchi. Ya'ni maskalay desangmi, maskami yo'q endi hozir. Buni endi har xil tarafdan qandaq tafakkur qilsak, bu ishlarning yana hammasi berib, bu yerga berib, yana bosh taraf yana bir yerga bog'lanadi bu ishlarningki. Demakchi qarindoshlar, agar hozirgacha maskamizni, o'zimizni bu mikrob bilan to'lgan, bu dunyodan qo'g'daydigan shu maskamizni hozirgacha topolmagan bo'lsak, biz maskamizni tepib olaylik. Agar maskamiz bor turib, endi biz alhamdulillah biz tug'ilgandilar shu maska bilan tug'ilib, shu maskaninki tarbiyasi bilan cho'ng bo'lib, hammamiz, endi Uyg'ur xalqi, musulmon, shu bo'yicha biz cho'ng bo'lgan bo'ldik. Agar shu maskamiz bilan tug'ilgan bo'lsakmi, shu maskamizni to'g'ri taqiyolmagan bo'lsak, bu maskamizni to'g'rilab olishimizga to'g'ri keldi. Bu bizni yana bir qatim cho'chitdi ba'zi ishlar. Agar shu maskaga burulla shu maskaga amal qilingan bo'lsa, shu maskada qilmang degan ishni qilmagan bo'lsa, yemang degan narsani yemagan bo'lsa, faloni ishga yaqinlashmang degan bo'lsa, yaqinlashmagan bo'lsa, balkim bu ishlar menga hech qaysi balkim bo'lmasligi mumkin. Shuning bilan hozir butun dunyo maska taqash bilan aldirash. Bugün xabarda ko'rsam, Turkiyami bir aeroplanini avatmoqchi bo'libdi. Maxsus aeroplan bilan 30 necha Turk fuqarosi, boshqa Ozarbayjonlik, undan keyin Gruziya, Gurjiston, Arnavutluq degandek shu yerlardan ba'zi fuqarolarni shu Wuhanga yerdan akamoqchi ekan. Yani bir kunlarda intayin o'zini cho'ng bilib, boshqa odamlarga vizimi bermay shu yerga bu qilib ketgan, o'zini cho'ng bo'lib ketgan yerlardan hozir insonlar qachay desimi qachanmayotdi hozir. Pokistonningki fuqarolarininki bu shundoq bizni bu yerdan olib ketinglar deb Pokiston hukumatiga qilingan uchuqlamalarni, shular qilingan o'tinishlarni ko'rgan bo'ldik. Turkiya va boshqa bir qancha davlatlar hamda kuchi borroq shunday ishlarga ko'ngil bo'ladigan degandek davlatlar fuqarolarini shu yerdan tizdan qochirib olib ketmasak bo'lmabdi deb shunday qilyotdi. Endi bizning qarindoshlarimiz hamda hozir bizning qo'limizdan kelgan boshqa amal bo'lmagan chiqar. Faqat biz qarindoshlarimizga shunday ko'ngillarimizda yaxshi niyatlarimiz bilan, duolarimiz bilan Allohdan tilab shu qarindoshlarimizni shu yomon ko'zlardan, yomon niyatlardan, shu viruslardan saqlab qolishini Allohdan tilaymiz. İnşallah Allah bu meselede bizning qarindoshlarimizga osonlik, salomatlik bergusi. Ahvol shunday qarindoshlar. Maskamizni to'g'ri taqayli. Maskamiz bilan
bu dünyadaki her xilligan mikroplardan qo'g'dinishni, shulardan sog' salomat o'tib ketishni o'rganayli, shularga diqqat qilayli. Shu maskamizni biz to'g'ri taqib olsak, inshaalloh bizni yaratgan egimiz bizning shularga, shu maskalarga amal qilganligimiz uchun bizlarni bu dünya ve bu dünyada, dünya ve ahirette azizler qatarından kılsın. Görüşemiz. Allah'a emanet.